jigar qotishi, yog' bosishidan ham bo'lishi mumkin. Hozirgi rivojlangan mana shu bizning zamonimizning muammosi bu. Noto'g'ri ovqatlanish muammosi, fast foodlar ko'pligining muammosi, yarim tayyor mahsulotlarning ko'pligining muammosi. Doim mana fast food iste'mol qilsangiz yoki doim ko'chada ovqatlanasiz yoki yarim tayyor mahsulotlarni yeysiz, masalan, bilinchik uyga kelasiz, isitib olasiz tayyor mahsulot. Nimasi bilan xavfli yarim tayyor mahsulotlar? Yog' ko'p bo'ladi ichida, uglevod ko'p bo'ladi ichida, kletchatka kam bo'ladi ichida. Doimiy yeyursangiz uni metabolik buzilish kelib chiqadi. Sahr bo'lib qolasiz. Davleniyasi oshadigan bo'lib qoladi, ateroskleroz bo'lasiz, dislipidemiya bo'ladi, jigaringiz yog' bosadi va oxir oqibat insult, infarkt, qandli diabet asoratlari, ko'zni ko'r bo'lib qolishi, buyraklarni yetishmovchiligi, jigaringiz yog' bosishi, sirrozga olib keladi. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun fast foodlarni yesa bo'ladi, yemanglar demaymiz. Me'yorida yeyish kerak. Har doim emas, har kuni yeyish kerak emas-da. Tushundingizmi? Bir haftada bir marta, qanaqadir bayramlarda, o'tirishlarda yesangiz bo'ladi. 3 mahal gamburger, 3 mahal kartoshka free, kartoshka по-деревенски yoki boshqacha narsalar yesangiz, shunaqa kelajakda shunaqa narsalar kutyapti sizlarni.